$28,000 ga Depal S17 avtomobilni keltirib qo'ydik. Green Energy Namangan filialiga. Mana ko'rishingiz mumkin. Mokriga oranjiy rangda avtomobilimiz. Absolutno yangi mashina. Men tashqi ko'rinishlarini qisqacha ko'rsatib o'taman. Har doimgidek o'lchamlarni opisiyadan yozib qoldiraman. Bemalol o'zingiz uchun solishtirib olsanglar bo'ladi. Mana ko'rinishlari. Hop, avtomobilimiz bu gibrid. Umumiy yurish zaxirasi 1200 km bo'ladi. 100% elektr quvvatda 200 km masofani bosib o'ta oladi. Mana ichki ko'rinishlari. Head-up display bor, mana ko'rinib turibdi. Face ID bor. Monitor ham bu ham o'tirganda o'zi chapga yoki o'ng tarafga qayirib beradi. O'rindiqlarda obduf, obogrev, massaj tizimlari bor. Passajir o'rindig'ini ko'rishingiz mumkin. Mana bu gravitatsiyasi bor, zero gravitatsiya deydi. Undan tashqari kattakon panorama tomi. Orqa tarafidan ko'rsatib o'taman. Orqa ko'rinishi. Eslatib o'taman, narxi 28,000. Kimga shu turdagi avtomobil kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Har doimgidek bizlar xizmatdamizda bir kunini nominaga rasmiylashtirib chiqarib beramiz.